qadrini bilmoqlik uchun eslasak yaxshidir o'tgan kunlarni. Odamlar rost so'zin aytishdan qo'rqib fana-panalarda yurgan yillarni. Qo'rquvdan qotgan bu tillarimizda dadillik yo'q edi, shiddat yo'q edi. Opog'on davridi qattiq qadag'on, otilib chiqqanni shartta otag'on. Bugun yuki yengil tuya yoqqan. Jadidlar yetishmayapti, jadid. Tavallo Qobiri cho'lponlar qayda, Hamzaxonlar qayda, Usmonlar qayda, Fitratlar qayda, ibratlar qayda. Yoshlarni ilmsiz qildi oltin. Keng yuksaklarni ko'zlamoq davri, borini boricha so'zlamoq davri.